Deymi? Amazonni Jeff Bezos shu 30 ga yaqin ochgan. Garajda o'tirib, garajda emas, anaqa ishxonasida mana bunaqa qog'oz ustida Amazon deb yozib qo'yganda ishlashni boshlagan kompaniyaning ustida. KFC'ni polkovnik Sanders 66 yoshida asoslagan. Ilm-fan bu shunchaki matematika yoki institutga kirib olish uchun topshirish kerak bo'lgan test, faqatgina olimlar shug'ullanadigan narsa emasligini, balki mana atrofimizni o'rab turgan barcha narsa ilm-fan ekanligini tushuntirib berish mening maqsadim. Eski davrlarda odamlar osmonga qarardi, momaqaldiroq chaqnasa, buni qanaqadir mo'jiza deb o'ylashadi. Hammaga salom. Chaqirganingiz uchun rahmat. Rahmat o'zingizga ham. Xo'p, Sadullo aka, birinchi savolim, o'zi Texnoplov nomini kim topgan va qanday qilib topgansizlar? O'zim topganman, o'zim o'ylab topganman. Boshida bu ilmiy ommabop emas, texnologiyalar haqida kanal edi. Ya'ni texnikani obzor qilardik, texnologiyalar qanaqa ishlashini tushuntirib berardik. O'shanga, albatta texno degan qismi bo'lish kerak edi nomda va o'ylaganman, tak biz o'zbeklar nimani yoqtiramiz, osh yaxshi ko'ramiz. Lekin texno osh desam, uncha yemagan. O'shanga texno plov desam, plov oshni ingliz tilida ham plov bo'ladi, rus tilida ham plov bo'ladi. O'zbekistonda ham tushunishadi. O'shanga texno plov desam, quloqga yoqqan. Yaxshi eshitilgan quloqga. O'shanda texno plov bo'la qolsin deb qoldirganman. Demak, o'zingiz yaratgansiz nomini. O'zim. Xo'p, Texnoplovni boshlanishiga o'zi kim yoki nima sababchi bo'lgan? Men institutni bitirib ish qidirayotgan paytimda bitta yaxshi tanishimizni "Davay, sen meni qobiliyating bor, kameraga gapirgani. Blokka borasan, texnikani obzor qilasan, hozir shu o'sha paytda kamida unaqa narsalar, texnikani obzor qilasan, men haliga studiya qilib beraman, texnikalarni topib beraman. Keyin agar daromad keltirishni boshlasa bo'lishamiz" deganda, bo'pti, ko'ringlar deganman. Boshlaganmiz, kichkina joy ajratib berishgan, shu anaqa studiya, texnika olib berishgan. Keyin boshlaganmiz. Men shu Texnoplovni butunlay ssenariylarini yozib, yuritish boshlaganman. Keyin vaqt kelib, u odamlar xayrlashdi, men boshqa joyga o'tib ketdim o'zim. Lekin Texnoplov shu o'zimda qolgan. Anaqa ularning ulushini sotib olganman. Va ya'ni sababchi mana shu odam bo'lgan. Chunki imkoniyat berishgan, ideya berishgan. Men keyin o'zim olib borishni boshlaganman. Qarasam, nima deydi? Shu kitobni bitta odam yozishi kerak bo'lgandek, shu bitta odam yuritish kerak ekan. O'shanga ularning ulushini sotib olib, o'zim yuritishni boshlaganman. Xo'p, ko'p intervyularimizda har bitta mehmonimizdan bitta savol so'rayapman. Agar bitta inson sizdan kelib Texnoplovda ortidagi maqsad nima deb so'raganda, odamga qanday qilib javob bergan bo'lardingiz? Aytganimdek, boshida shu maqsad oddiy bo'lgan, texnologiyalarni obzor qilish, balki ozgina pul topish, lekin keyin shu narsa bilan shug'ullandim. Auditoriya yig'ildi. Qarasam, menga texnikani obzor qilish unaqa qiziq bo'lmay qoldi. Chunki odamlar meni eshityapti, demak men odamlarga obzordan ko'ra foydaliroq narsa bera olaman. Imkoniyatim bor, auditoriyam bor. O'sha payt maqsad o'zgarib ketdi. Maqsad foyda berish bo'lib qoldi. Chunki pul topsangiz ham, odamlar sizni tanisa ham, agarda bir payt shu odamlarga foyda keltirayotganingizni sezmasangiz, qoniqmas ekansiz. Ana o'sha payt men foyda keltirish faqat ilm orqali ko'rardim. Ya'ni odamlarga bilim tarqatsangiz, ularni ilm-fanga qiziqtirsangiz, ularni dunyoqarashini kengaytirgani yordam bersangiz, ularni hayoti ham yaxshilanishi mumkin-da. Ya'ni kengroq dunyoqarashga ega bo'lgan odam, o'zi dunyo nimadan tashkil topgan, dunyo qanaqa ishlashini tushunadigan odam hayotda ham qaror qabul qilishi, o'z yo'lini topishi osonlashadi. Va
shu mani kim eshitayotgan bo'lsa, maqchi bo'lmasa ozgina ularga mana shu dunyoqarash bo'yicha yordam beray deb Texnoplovni ilmiy tarafga olib ketib qolganman. Va hozirgi paytda Texnoplov maqsadi shu: bilim tarqatish, odamlarga ilm-fan bu shunchaki matematika yoki institutga kirib olish uchun topshirish kerak bo'lgan test yoki faqatgina olimlar shug'ullanadigan narsa emasligini, balki mana atrofimizni o'rab turgan barcha narsa ilm-fan ekanligini tushuntirib berish mani maqsadim. Odamlar hayotga qanaqadir mana masalan eski davrlarda odamlar osmonga qarardi, momaqaldiroq chaqnasa, buni qanaqadir mo'jiza deb o'ylashardi. Ya'ni mo'jiza emas, tushunishmasdi nimaligini, tushuntirib berisha olmasdi. Hozirgi paytda momaqaldiroq nega borligini tushuntirib bera olamiz masalan. Va hayot qanaqa, dunyo qanaqa ishlashini tushuntirib bera oladigan odam osonroq yashaydi. Aytganimdek, hayotda o'z yo'lini osonroq topa oladi va shuning uchun shu maqsadim shu. Odamlar to'g'ri narsalarni o'rgansin, aniq narsalarni o'rgansin, hamma narsani mo'jizalarga bog'lab qo'yavermasin. Va ilm-fan bu dalillarga asoslangan narsa-ku, isbotlarga asoslangan narsa. Barcha xatti-harakatida, qilayotgan ishida, gapida, boshqalarning gapida dalil qidirsin, dalil keltirsin va isbot qidirsin. Ana shunda jamiyat yaxshilanadi. O'zi aytib o'tdingiz, boshida Texnoplov asosan texnoblog bo'lgan. Keyin ilm-fan shu yo'nalishiga menimcha 1 yil avvalchami shunaqa asosan science bo'yicha chiqarishni boshladingiz. Men o'zi timelaynni qarab ko'rdim. Koinot qanday tuzilgan, shu dinozavrlar haqida videolar ko'rdim. Shu Texnoplovni boshlanishidan hozirgi paytgacha o'zingiz qanday o'zgardingiz? Texnoplovni shu yuksalish davomida. Tushunib yetdimki, bu hayotda muvaffaqiyatdan ancha muhimroq narsalar bor. Qaysi ma'noda? Ya'ni materialistik muvaffaqiyatdan ko'ra muhimroq narsalar bor. Chunki materialistik, ya'ni moliyaviy muvaffaqiyatga yetisha olasiz. Harakat qilsangiz yetisha olasiz. Istalgan odam yetisha oladi. Harakat qilish kerak bo'ldi, o'zini ayash kerak emas bo'ldi. Bahonalasiz. Lekin undan tashqari ba'zi bir odamlar bor, 1000 boy bo'lsa ham, milliarder bo'lsa ham, masalan, jamiyat hurmat qilmaydi ularni. Shunaqa odamlar bor. O'zimiz taniymiz unaqa odamlarni. Milliarder bo'lsa ham, jamiyat hurmat qilmaydi, faqatgina la'natlash eshitadi. Va odamlar mana shunaqa insonlarni jamiyatga kerak emas yoki o'lib ketsa ham dunyoda hech nima o'zgarmaydi deb hisoblashadi. Agarda atrofdagilar sizni shunaqa deb hisoblasa, pulingiz bor bo'lsa ham hurmatni ular tarafdan qanaqadir yaxshi munosabatni sota olmaysiz. Va mani o'zgargan tarafim, men ko'proq odamlarga foyda keltiray, mani atrofdagilar, men ularni hurmatini xohlagan, kimnidir hurmatini xohlasam, u odamlar meni rostdan hurmat qilsin. Baxtim moliyaviy muvaffaqiyatga bog'lanib qolgan bo'lmasin degan holatga keldim. Chunki mana masalan $600 million yaxtangiz bor bo'lsa ham, uni birinchi kun sotib oldingiz. Birinchi kuni voy, mazza qilasiz, zo'r, xursand bo'lasiz, uxlolmaysiz, o'sha yaxtangiz ichida yashagingiz keladi. Tasavvur qilaylik-a. Keyin 1 oy o'tdi, haligacha ham xursand bo'lib yuribsiz, bundoq yaxtangizga qarab mazza qilasiz. Lekin 1 yil o'tgandan keyin u yaxta sizda bormi, yo'qmi, bu narsani jay unaqa his qilmaysiz. Baribir oddiy narsadek bo'lib qoladi. Hayotingizda oddiy tarzdek bo'lib qoladi. Oddiy bir qismi bo'lib qoladi va sizga baxt keltirish to'xtatadi u narsa. Ya'ni qanaqa formulaga kelyapmiz? Pul qisqa muddatda sizga baxt keltiradi, lekin o'rganib qolasiz va baxt keltirmay qo'yadi.
hayotingizda hamma narsa o'sha pulga sotib olish mumkin bo'lgan narsa bor bo'lsin, hammada shunaqa bo'lsin, lekin vaqt kelib u narsa sizni baxtli qilishni to'xtatadi. Turadi boshida, lekin keyin to'xtatadi. Am, Shuning uchun men pulga sotib olish mumkin bo'lmagan baxtga erishgani harakat qiladigan odam bo'lib qolganman. Pulga sotib olish mumkin bo'lmagan narsalar bu hurmat, odamlarni sizga bo'lgan minnatdorchiligi, odamlar sizni qadrlashi. Agarda atrofdagilaringiz sizni yaxshi ko'rsa, sizni hurmat qilsa, siz ularga kerak bo'lsangiz va sizni rostdan qadrlashsa, bu sizni har doim baxtli qilib turadi. Va mana shunaqa taraflama men o'zgardim, chunki mana shunaqa narsalarga intiladigan bo'lib qolganman. Tushunarli. Xo'p, maqsad savollarini chetlashamiz. Endi ko'proq ijodiy jarayon va kontent yaratish bo'yicha. Xo'p, science videolarini, ya'ni ilm-fan videolarini yaratib turibsiz. Hozir menimcha asosan 90% shu ilm-fan videolar bo'lib qolgan Texnoplovda va odamlarni shunaqa ilm-fan videolarga qiziqtirish uchun qanaqa strategiya va metodlardan foydalanasiz? Shu haqida batafsil gapirib bersangiz. Birinchidan, maksimal tushunarli bo'lishi kerak barcha gapirayotgan narsalaringiz. Chunki odamlarni qabul qilish darajasi har xil. Kimdir terminlarni tushunadi, kimdir terminlarni tushunmaydi. Kimdir chuqur fikrlay oladi, kimdir chuqur fikrlay olmaydi. Lekin bilimni hammaga tarqatish kerak. Hammaga tarqata olishingiz uchun istalgan ilmiy faktni, istalgan ilmiy nazariyani birinchi bo'lib maksimal darajada o'zingiz tushunib olishingiz kerak, o'zingizga maksimal darajada tushunarli bo'lishi kerak. Ana o'shanda siz uni chaynab maksimal darajada osonlashtirib odamlarga taqdim qila olasiz. Ana shunaqa qilsangiz, aholini, xalqni istalgan qatlami bu kontentni iste'mol qila oladi. Hammani tishi o'tadi kontentni iste'mol qilish uchun, hazm qilish uchun. Bu birinchi faktor. Ya'ni hamma tushuna oladigan kontent bo'lishi kerak. Kattaroq auditoriyaga erishish uchun. Ikkinchidan, biz shunaqa dunyoda yashaymizki, u dunyo tezlashib ketyapti. Odamlar o'tirib butun bir kinoni ko'rgani toqati yetmayapti hozirgi paytda va bu haqiqat. Buni hech qanaqasiga o'zgartira olmaysiz. Bu bilan yashash kerak, bunga moslashish kerak. Bu degani videolarni iloji boricha e'tibor tortadigan qilish kerak. Ya'ni kadrni o'zgartirish kerak. Biz mana Fariz bilan humoristik sketchlarni ham tiqamiz videolarga. Undan tashqari qanaqadir vizual effektlar. Xullas, mana xuddi Mr. Beast nega mashhur? Nega videolari bunaqa ko'p prosmotr yig'adi? Chunki ularni hazm qilish oson va ular e'tiborni jalb qilib turadi doim. Chunki doim nimadir qanaqa bo'lib yotadi videolar. Ta'zimga ketadi. Biz ham iloji boricha shunaqa qilgan harakat qilamiz va lekin asosiy gap, asosiy sabab o'sha videolarni effektniligida emas, shunchaki rostdan ham hamma narsa tushunarli bo'lganligida shekilli. Chunki bizning videolarimizni ko'rgan odam oldin tushunmagan narsalarini tushunishni boshlaydi. Va bu o'ylaymanki eng qimmat biz bera oladigan narsa. Demak, siz uchun mazmuni ichidagi nima gapirilayotgani, uni dizaynidan, tashqi ko'rinishidan muhimroq. Albatta. Xo'p. Ilm-fan yo'nalishidagi shu 20-30 minutga yaqin videolar qilasiz. Shunga yaqin. Xo'p, audience retention'ni tomoshabinlar uchun bilmaganlarga shu tomoshabinlarni uzoq vaqt davomida qiziqtirib turishni qanchalik shu audience retention uchun baland tutib turish uchun qanaqa strategiyalardan foydalanasiz? Birinchi bo'lib, videoni boshida mana odam video ko'rgani kirdi. O'sha paytda o'zida 20-30 daqiqa ichida bu odam nimalarni oladi o'ziga. Shu narsani tushuntirib berishingiz kerak. Ya'ni
bizni strategiyamiz bunaqa odam ko'rishni boshladi videoni. Darrov video mobaynida nimalar haqida biz unga ma'lumot berishimizni savolli ko'rinishda qisqa qilib aytib ketamiz. Natijada odam, aha, mana bunaqa narsalarni bilib olar ekanman, qizuv eshitilyapti. Oxirgacha ko'raychi deydi. Va ba'zi odamlar rostdan ham oxirigacha ko'radi shu deb. Chunki siz ularga oldindan aytib qo'ydingiz, siz ularga nima bera olishingizni video yordamida. Bu birinchi strategiya. Ikkinchi strategiya videolar qanaqadir oddiy, hamma shundoq ham biladigan narsalar haqida emas. Ya'ni men iloji boricha hali odamlarga anaqa keng ommaga tarqalmagan mavzularni, masalan Higgs bozonini hamma ham bilmaydi. U biz changga aylanib ketishmasligimiz uchun muhim bo'lgan anaqa частица. Va tasavvur qiling, buni yashab yuribmiz va odamlarga tushuntirib beramiz. Mana shunaqa narsa borki, bu narsa sizga changga aylanib ketishmasligingiz uchun yordam beradi deb aytib beramiz. Qiziq rostdan ham. Mana shunaqa oddiy til bilan tushuntirib berishsa. Shunga iloji boricha odamlar hali bilmagan yoki tasavvur qilmagan narsalar haqida ularga ma'lumot bergan harakat qilamiz. O'shanda keyingi videolarda ham mana shu bola shunaqa qiziq narsalarni aytib bersa kerak deb bizga qaytadigan bo'lishadi. Shu qolganlarini aytib berdim shekilli. Xo'p, gap podkastida, haligi Aziz aka bilan bo'lgan podkastlarda shu xorijiy filmlarni ko'p ko'rganman deb aytgandingiz. Shulardan keyin foydalanib ssenariylarda ishlataman, filmlardan foydalanib ssenariylarni ishlataman degansiz. Shu Texnoplov videolarida shu videolar filmlardan ishlatgan joylaringiz haqida aytib bersangiz. Ko'pincha u masalan sketchlarda bo'lishi mumkin. Masalan bizda Fariz Boss degan joy bor har doim. Fariz Boss deyman, u nimadir qiladi. Mana shu sketchlarda ko'pincha qanaqadir filmlarni nima deydi? Filmlarga taqlid qilamiz. Yoki masalan to'g'ridan-to'g'ri filmlar sahnalarini qaytarmaymiz-da. Men masalan shunchaki kinolar ko'rganim uchun menda bu narsalar fundament sifatida saqlanib qoladi. Va fundament sifatida men masalan shu kinolarda qanaqa priyomlar ishlatilingan bo'lsa, qanaqa effektlar ishlatilingan bo'lsa, shu narsa meni kallam ichida aralashib keyin Texnoplov uchun alohida ssenariy tug'iladi-da. O'shanga to'g'ridan-to'g'ri qaysidir kinolar sahnalarini qaytarganimiz bor unaqa joylar, lekin kam. Asosan shu kinolarni aralashmasi Texnoplov ssenariylari tug'ilishiga yordam beradi. Xo'p. Kanalingizda eng ko'p ko'rilgan shu science videolari o'zi birinchi o'rinda shu batareya haqida va keyingisi koinot qanday tuzilgan ekan. 1.3 million va 969 million ekan. Shu ikkala videoni 1 milliondan ko'p odam ko'rishiga asosiy sababchi nima bo'lgan deb o'ylaysiz? Asosiy elementlari. O'zi men batareya haqidagi video eng ko'p prosmotr yig'adigan bo'ladi deb o'ylamaganman hech qachon. Hayron bo'lganman o'zim ham eng ko'p prosmotr yig'ib ketgani uchun. Koinot bilan dinozavrlar yig'gani men uchun tushunarli emas. Chunki koinot odamlarga qanaqa tuzilganini tushuntirib berish bu muhim va har bir odam bu narsani bilgisi keladi. Dinozavrlar ham bo'lganmi, bo'lmaganmi, nega suyaklari chirib ketmagan va ularni hali ham topishadi. Bu ham odamzodni bir tarixini bir muhim qismi. Buni ham odamlar bilishni xohlashadi. Mana shu ikkita video shu deb ko'rilgan bo'lsa kerak. Batareya endi bilmayman, to'g'risini aytsam, balki bu shunaqa narsadirki, odamlar har kun ishlatgani uchun, lekin hech qachon qanaqa ishlashni o'ylab ko'rishmagani uchun, voy, rostdan ham qanaqa ishlar ekan deb balki hamma kirgandir. O'zi shu Texnoplov mavzulari shu asosda quriladi. Odamlar har kun ishlatadi, har kuni shu narsani orasida yashaydi, lekin qanaqa tuzilgani, qayerdan kelib chiqqani, qanaqa ishlash haqida o'ylab ko'rishmaydi. Mana shu narsalarni tushuntirib berish. Va o'ylaymanki, bu shunchaki juda ham bir yaxshi namuna bo'lgan shekilli, nuqtasiga urganmiz shekilli, odamlarni qiziqishini nuqtasiga urganmiz shekilli va shuning uchun
shunaqa prosmotr yig'gan. Xo'p, o'zi videolar mavzularini qanday tanlaysiz? O'zingiz aytdingiz, eng haligi ommaga hali ko'rsatilmagan va aytadi unik deb qo'yadi, shunaqa mavzularni olib chiqasiz va ularni qanday qilib research qilasiz, izlanasiz va ularni qanday tanlaysiz? Mana masalan ko'chada yurgan paytingizda qandaydir hodisa haqida o'ylanib qolasiz-ku. Nega osmon ko'k rangda? Nega shamol bor? Nega mana qo'lingizda batareya turibdi, batareya qanaqa ishlar ekan yoki masalan soat qanaqa ishlar ekan deb ba'zida o'ylanib qolasiz-ku. Men juda ham ko'p shunaqa savollar hayolimga kelib qoladi. Yosh bolaning xayoliga keladigan xayollar juda ham ko'p keladi. Va ana shu paytda o'zida menda juda ham katta ro'yxatim bor. Ana o'sha paytda o'zida mana shu savollarni yozib olaman. Shu savollarni yozib olaman, keyin vaqt kelganda shu savollardan kontent qilaman. Bu meni kontent xazinam, ya'ni o'zimni kallamga kelib qolgan savollar. Va ikkinchidan boshqa paytlarda masalan mana odamlarning atrofida yurganingizda qaysi savol trendda ekanligini sezasiz-ku. Masalan, hozirgi paytda, masalan, koronavirus bo'lgan paytda odamlar karantinda edi va masalan odamlarga mana shu kasallik qayerdan kelib chiqqan, odamni tanasi bilan nima qiladi shu kasallik degan savollar o'sha paytda hammani qiziqtirgan. Va mana shunaqa savollarni ham sezib qolsam, mana hozir odamlarga shu narsa qiziq deb sezib qolsam, uni ham kiritib qo'yaman ro'yxatga. Va shunaqasiga shu o'zim ichimdan yoki masalan internetda o'tirgan paytimda agarda o'zim ham kontent iste'mol qilaman-ku, juda ham bir kimdir qiziq mavzu ko'tarib chiqqanini ko'rib qolsam, menga qiziq bo'lgan mavzuni, shu mavzuni keyin yana razgon qilib, kattalashtirib, chuqurlashib shu mavzuga o'zim yana boshdan research qilib, o'zim yana alohida kontent qilib chiqaraman. O'zi qanday qilib research qilasiz? Rus tilidanmi yo ingliz tilidanmi? Men rus tilida research qilaman. Chunki asosan materiallar baribir rus tilida butun dunyoda. Keyin masalan ChatGPT ham yaxshi ham ChatGPT paydo bo'lib qoldi. U orqali ham ssenariy yozmayman, lekin research qilaman. Research qilgan paytimda ChatGPT ham rus tilida gaplashish osonroq o'ziga. Chunki bu haqiqat, u rivojlangan baza, rus tilidagi baza rivojlanganroq, ma'lumot ko'proq. Shuning uchun rus tilida bu narsani qilaman, keyin o'zbek tiliga tarjima qilaman hammasini. Uje ssenariy mana researchdan keyin ma'lumotlarni olib olaman-ku, kallamda bilim bor-ku, shu bilimni keyin o'zbek tilida qo'lim bilan yozaman-da. Science videolarida, shu ilmiy videolarda yumorni roli qanaqa deb o'ylaysiz va uni qanday qilib hozirgacha qanday qilib ishlatib kelyapsiz? Yumorni ishlatish kerak, uni ishlatmaslikning ilojisi yo'q, chunki aytganimdek, odamlar bu normal holat. Barcha davrlarda shunaqa bo'lgan. Ya'ni odamlar ko'proq ko'ngilochar narsa ko'rgisi keladi baribir. Chunki hayot qiyin, kun bo'yi ishlaydi odamlar, kun bo'yi stress. Keyin uyga kelib odamlar ko'ngilochar narsa ko'rgisi keladi baribir. Bu normal holat. Barcha davrlarda ko'ngilochar kontent jiddiy, muhim, qanaqadir ilmiy kontentga qaraganda nima deydi, populyarniroq bo'lgan. Ko'proq e'tiborga ega bo'lgan. Va shuning uchun uni iloji boricha ilmiy kontentni ham ishlatish kerak, qo'rqish kerak emas bu narsadan. Bachkan ko'rinib qoladi, jiddiy emasdek ko'rinib qolaman degan narsalarni chetga surib qo'yib, yumorni qo'shish kerak, chunki bu kerak narsa. Natijada ko'proq odam ko'radi. Va natijada ko'proq odam mana shu kontentdan foyda chiqara oladi o'ziga. Va qancha ko'p odam ko'rsa, algoritm yana undan ko'proq bu videoni ko'tarib beradi tepaga va kerakli odamlarga yetib boradi yana shu video. Yumorni qanaqa ishlataman? Shunchaki mana qandaydir ilmiy fakt haqida ssenariyda yozib ketyapman. Men o'zi kulishni yaxshi ko'radigan odamman.
hazillarni juda ham yaxshi ko'raman. Rosa hazilchayman o'zi. Va mana shu ilmiy fakt yozayotgan paytda qanaqadir shu narsaga bog'liq hazil hayolimga kelib qolsa, uni qo'shib ketaman. Va natijada shu hozirgi kontentimiz paydo bo'ladi. Masalan, mana masalan qora tuynuk haqida video qilganmiz. Qora tuynuk haqidagi videoda Fariz Boz qismi bo'lishi kerak edi. Va qora tuynuk bilan bog'lab qo'yish kerak Fariz Bozni. Fariz Boz qismi yumorga ega joy va o'ylaganman, tak, qora tuynuk nima qiladi? Qora tuynukka nimadir kirib ketsa, qayerdandir chiqib ketish kerak yoki qaysidir galaktikada balki paydo bo'lib qolishi mumkin. Yoki masalan multfilm va kinolarda ba'zi bir qora tuynuklarni teleport sifatida ko'rsatishadi. Va o'sha yerda Farizni o'g'ri qilib qo'yganmiz. U o'g'ri birdaniga qora tuynukka yasa oladigan bo'ladi. Qarabdiki, bundoq masalan xolodilnikka qo'yib qo'yadi, qora tuynukni xolodilnikka chizib qo'yadi. Qo'lni bundoq qilsa, qo'li xolodilnikka kirib ketadi, bundoq sosiskani chiqarib oladi. Keyin vuy, mana shunaqa qilib olarkanman deydi. Boshqa joylarga ham mana shunaqa qilib qo'lini tiqib narsa chiqarib olish boshlaydi. Oxiri borib bankda seyfdan pul o'g'irlaydigan bo'ladi. Seyfdan bundoq qo'lini tiqib, bundoq pul chiqaraman desa, meni kallam chiqib keladi, "Voy, tegma" deb anaqa. Mana shunaqa, ya'ni absurd darajada ilmiy qandaydir nima ilmiy parametrlarni, ilmiy faktlarni mana shunaqa absurd darajaga chiqarib kulgili qilgan harakat qilamiz. Xo'p, Texnoblog'da videolarini o'rtacha CTR qancha? CTR 4%, ya'ni CTR tushuntirib ketish kerak, bu mana odamlarning ko'zini oldida video paydo bo'ladi. Qancha masalan millionta odam shu videoning obloshkasini ko'rdi, bossa bo'ldi. O'sha millionta odam orasida tam 400 mingta odam shu videoni bosib ko'rsa, bu degani 40% CTR. Lekin bizning videolarimizni 15 million, 10 million odam ko'zini oldida paydo bo'ladi. Ulardan shu 4-5% bosadi. Bu degani shu qancha? 600 ming bo'ladi? 600 ming, 400 ming, 500 ming. Taxminan shunaqa. No, ba'zilari masalan nega har bir videoda 400 ming, 500 ming prosmotr emas? Chunki nega 400 ming, 500 ming prosmotr emas? Ba'zi bir odamlar bundoq kiradi, birinchi 10 sekundda ko'radi, chiqib ketadi masalan. U paytda YouTube uni prosmotr sifatida hisoblamasligi mumkin. Necha sekundligini aniq bilmayman, lekin masalan kirib darrov chiqib ketsangiz, u prosmotrdek hisoblanmaydi o'sha. Va 4-5% bu katta kanallar uchun juda ham normal holat. Masalan, kichkinaroq bo'lgan paytimizda 40% ham bo'lgan, 30% ham bo'lgan. Keyin kanal kattalashi sari bu anaqa ko'rsatkich hammada tushadi. Katta kanallarda o'zi agarda research qilsangiz 2% dan boshlanadi. 2%, 4% o'zi hammada. Xo'p, shu 10 sekund boshlanish haqida gapirdingiz. Siz bilmagan rang degan videoyingizda boshlang'ich flamingoni tajribasi bilan boshlagansiz-da. Odamdaligi o'ziga tortadigan qilib flamingo bu rangda qarasiz, aslida bu pushti. Xo'p, shunaqa introlarda juda effektiv odamni o'ziga tortadigan qilish uchun qanaqa rekomendatsiyalar bera olasiz va o'zingiz nimalar qo'yishga harakat qilasiz? Odamlar kutmagan narsani qilish kerak. Ya'ni o'zingizga o'z savol bering, o'zingizni doim tomoshabin sifatida nazarda ushlating. Nima qilish kerakki content creator siz qiziqib qolishingiz uchun? Masalan, agarda shunchaki o'tirib, assalomu alaykum tomoshabinlar bir balo deb boshlasa, u jalb qilmaydi hech kimni. Uf deydi, o'tkazib yuboradi. Men hech qachon salomlashmayman boshida ahamiyat bergan bo'lsangiz. O'rtasida salomlashmayman. Chunki boshida agarda televizorga o'xshab salomlashib o'tirsam, odamlar o'tkazib yuboradi bu narsani. Va shuning uchun boshlanishlarni ham doim odam kutmagan narsani qilish kerak va
oldin qilinmagan narsani qilish kerak. Va umuman mana masalan har xil e'tiborni jalb qilish texnologiyalari bor-ku. Shularni ham o'rganib chiqish kerak. Odamga masalan salom bersangiz doim ham to'xtamaydi. Mana ko'chada masalan odam ketyapti, assalomu alaykum desangiz, barcha ham e'tibor bermay qoladi-da, o'tib ketaveradi. Menga gapirmadi shekilli deb o'tib ketadi. Agarda ko'chada turib to'xta desangiz, istalgan odam to'xtaydi. Bir nechta odam to'xtab qoladi atrofingizda. Ya'ni bu har xil texnologiya, bu har xil usul. Va mediada mana shunaqa usullar ko'p, shunchaki odamlarning miyasiga, psixologiyasiga qanaqa ta'sir qilishi o'rganib ko'rib, har xil metodlarni, har xil usullarni qo'llab ko'rish kerak. O'zi biz bu intervyularda ham boshida salom berishimiz sababi boshida biz videolar boshiga teaser qilyapmiz. Ya'ni videoning ichidagi eng qiziq joylarni kesib olib turib, hali kontekst olib tashlab boshqa qo'yib qo'yapmiz. Masalan, Quvonch akaning videosida boshida Einsteinni olgan Nobel haqida gapirgan gaplarini qo'ydim. O'tgan safar Orifjon aka bilan bo'lgan videoda o'zgarishlar mavjudmi degan gap haqida qo'ydim boshida. Keyin shu boshida teaser o'tgandan keyin introductionni salom bergan joyimni qo'yib qo'yaman. Shunaqa darrov maqsadga o'tish kerak har doim. Chunki aytolman, hayot tezlashib ketyapti. Odamlar hayotini 30-40 daqiqasini nimadir bitta narsaga sarflash juda ham qiyinlashib ketyapti. O'shanga darrov maqsadga o'tmasangiz, unaqa maydalashib o'tirgisi kelmaydi hech kim. Darrov maqsadga o'tish xohlaydi hamma. Va siz ham shunaqasiga kontentda darrov maqsadga o'tishingiz kerak. Xo'p, video packaging haqida gaplashsak, videoning nomi bilan thumbnailiga rus tilida menimcha miniatyura desa kerak. Thumbnail, cover. Obloshka. Obloshkasi. Shularda o'ta, nima deydi, o'zgacha tuzasizda. Ya'ni ba'zida har aytaylik shu siz bilmagan degan videoda, rang degan videoda bananni ushlab turgansiz yoki kunmay kulamiz degan videoda Hojiboyev to'kilayotganini qo'yib qo'ygansiz. Nimaga tush ko'ramiz deganda undan boshqacha peshonasiga boshqacha sxema bilan chizib qo'ygan ekansiz. O'zi shu thumbnail bilan nomlariga qanaqa e'tibor berasiz va qanaqa strategiyalar ishlatasiz? Rosa o'ylayman, qanaqa obloshka qilishni doim. Bu juda ham muhim. Bu sizni birinchi qurolingiz kontentni odamlarga ko'rsatishdi. Chunki muqovingiz agarda kimnidir qiziqtirib qolmasa, ko'zni ushlab qolmasa, bo'lib o'tib ketadi. Bu sizni eng muhim, eng birinchi otadigan o'qingiz. Shu o'q tegsa agarda keladi odam. Agarda shu o'q yordamida ushlab qolmasangiz, bu kimmi? Qochib ketadi tomoshabin. O'tda ham asosiysi maqsadga o'tish kerak darrov. Ya'ni mana masalan koinot chegarasi videosida men o'tda skafandrdaman va kosmosda xuddiki qanaqadir chegaraga kelib qolganman. Liniya o'tkazilgandek anaqa koinotda. Bu chiziqning narigi tarafi qop-qorong'i, man tarafi shu yulduzlar bilan to'lgan, ya'ni koinotimiz. Va xuddiki odamlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsam, mana bunaqa chegarasi bor koinotda. Undan keyin noma'lum nima borligi. Odam shu obloshkani ko'rgan payti, voy, hozir bizga koinot tugaydigan joyi ko'rsatadimi deb o'ylab qolish mumkin-da, lekin aslida bu obloshkaning ma'nosi biz koinotni shunchaki mana shu chegaragacha hozirgacha ko'ra olamiz. Shu videoning mazmuni. Lekin obloshkada mana shunaqasiga nima deydi, odamlarni jalb qilib olishingiz mumkin. Chunki ularning birinchi reaksiyasi, voy, koinot mana shu tugaydimi deb o'ylab qolishadi, bosishadi. Va obloshka yordamida odamlarga sizni videoyingiz haqidagi ma'lumotni, haqiqiy ma'lumotni bera turib, ozgina aldab-suldab qo'yishni bilish kerak. Ya'ni faktni ozgina giperbolizatsiya qilib, ya'ni ozgina ko'pirtirib odamlarga ko'rsatishni bilish kerak.
Nomlardachi, title'da. Nomlarni ham maksimal tarzda qisqa, maksimal tarzda darrov miyaga uradigan qilish kerak. Mana koinot chegarasi. Darrov. Koinot chegarasi ham darrov xayolingizda tasavvur qilasiz nima haqida gapirayotganimni. Yoki masalan, batareya qanday ishlaydi? Darrov o'ylanib qolasiz shu narsa haqida. Siz bilmagan rang. Voy, men qanaqa rangki bilmayman deb o'ylab qolasiz. Agarda tekst, ya'ni videoni nomi odamlarni o'ylantirib qo'ygani majbur qilsa, odamlar qiziqadi bu narsaga va bosadi. Shuning uchun shunchaki masalan cho'lga sayohat demasdan videoni neft qanday topiladi desangiz, odamlarga qiziqroq bo'lib qolishi mumkin. Chunki mazmuni bitta, lekin podachasi har xil. Podkastlarda buni qanaqa qilish kerak? Podkastlarda sal podkastlar umuman o'zi boshqa narsa, u tayyor videolar emas. O'tda ham iloji boricha masalan mehmon gapirgan bitta qanaqadir qisqa, lekin darrov mana shunaqa e'tibor tortib qoladigan bitta gapini ajratib olib, podkast sarlavhasi qilib qo'ysa bo'ladi. Masalan, bizda masalan genetik programmist mehmonimiz bor edilar. Ular genni, odamni genni Ulug'bek aka Boymurod. O'tda ular genetik kodni tahrirlash mumkinligi haqida aytib berganlar-da. Esimda yo'q, nomi qanaqa edi podkastimizdan, lekin men masalan hozir boshdan qo'yish kerak bo'lganda edi. Genetikani tahrirlash, genetikani to'g'irlash deb baqiradigan bitta sarlavha qo'yib qo'ygan bo'lardim. Odam kiradi, rostdan ham bu haqida ma'lumotni oladi va hech kim uni aldigan bo'lmaydi shu bilan. Sarlavha yordamida. Lekin siz uni xayolning ichida shu bitta qanaqadir baqirib beradigan obraz yaratgan bo'lasiz sarlavhangiz yordamida. Neyrojarrohni videosida menimcha Quvonch aka aytdi, biz robotga aylanib ketyapmiz deb sarlavha qo'yib qo'ygan ekan. Biz robotga aylanib ketyapmiz tez orada. Shunaqa aylantirib shovqin yasab beradigan sarlavhani chiqarib olish kerak. Shovqin yasab beradi. Xo'p, Texnoploldagi tajribangiz tayangan holda tajribangizga ko'ra shu odamlar orasida keng tarqalgan bitta mif haqida gapirib bersangiz. Menimcha mif o'zingiz kuzatgan bo'lsangiz kerak, shu tajribangiz bo'yicha shu haqida aytib bersangiz. Judayam butun dunyo tarqalgan mif, odamlar yer tekis deb o'ylaydi. Bor shunaqalar, judayam ko'p. Yoki masalan, ba'zi bir odamlar endi bilmayman, unaqa odamlarni topsa bo'ladi, men o'zim ham uchratganman. Yer yoshini o'lchash degan videoda ba'zi bir odamlar yozgan, nima deyapsiz? 2024-yilda yashaymiz-ku, atigi 2024 yoshga kirgan-ku yosh deb aytishadi ba'zilar. Va ba'zilar masalan boshqalar yer atigi 10,000 yildan buyon mavjud deb o'ylashadi. Dinozavrlar bo'lmagan, ya'ni dinozavrlar bu shunchaki olimlarni ertagi cho'pchak deb o'ylashadi. Ko'p mana shunaqa narsalar. Buni qayerdan kelib chiqadi? Birinchidan ular aniq fanlarga qiziqmaydi. Nima qayerdan kelib chiqishini, sababini, mana shu sabablar zanjirini o'ziga tasavvur qila olmaydi va shuning uchun cho'pchak deb o'ylaydi bu narsalarni. Va hozirgi paytda juda ham katta informatsion jang ketyapti. Ya'ni shunchaki hype uchun, shunchaki prosmotr yig'ish uchun odamlarni qoyil qoldiradigan, o'zini ochib qo'yadigan qanaqadir mistikaga bog'liq
safsata narsalarni kontent qiladigan odamlar ko'p. Hmm. Konspirologiya va hokazo, tam masonlik haqida, shu yerni aslida tekis ekanligi va bizni davlatlar aldayotganligi haqida, xullas mana shunaqa konspirologiyaga bog'liq videolar juda ham ko'p va odamlar uyalmasdan shunaqa videolarni yasashadi, shunchaki hayp uchun. Ko'pchilik. Ba'zilar albatta o'zi ham ishonadi bu narsaga, kontent qilayotgan, lekin unaqalar kam. Ko'pchilik shunchaki hayp uchun qiladi bunaqa narsalarni. Va shunaqa odamlar ko'p bo'lgani uchun mana shunaqa miflarga ishonadigan odamlar ham ko'payib ketishi mumkin. Va bizni vazifamiz odamlarga adekvat, sababga ega, dalillarga ega ma'lumotlarni berish va faqatgina mana shunaqa dalillarga ega bo'lgan faktlarga ishonishni o'rgatish. Hop, Sigma podkastdagi tajribasiga ko'ra-chi, qanaqa shu hamma podkastlarni ichidan o'zingizga masalan, Quvonch aka aytadi, har bir bitta videoda 3 ta sectionga bo'lamiz va oxirgi sectioni bizda miflar haqida bo'ladi degan. Sigma podkastdagi o'rgangan miflar haqida gapirib berasiz. Bitta yoki ikkita. Menimcha o'zingiz boshlagansiz birinchi. Yo'q, buni Quvonch boshlagan miflar haqida. Tak, mif. Qanaqa mif? Men ko'pincha miflarni o'zi yomon ko'raman. Shuning uchun anaqa agarda qandaydir narsa mif ekanligini tushunib yetsam yoki masalan aniq mif ekanligi menga bilinib tursa, u kallamdagi joyi band qilmayman deb bu narsa bilan chiqarib yuboraman. Unaqa narsalar arzimaydi miyani energiyasini ishlatish uchun. Tak, qanaqa mif? Mana masalan mana Neuralink haqida. Elon Musk anaqa tanasi falaj bo'lgan odamlar uchun miya uchun chipi. Mana shu chip haqida men o'zim ham kontent qilganimda rosa bir necha million prosmotr yig'gan, lekin odamlarni izohlarda asosan yozgan narsasi bu miyamizga chip o'rnatib bizani keyin boshqarishadi, balobattar. Lekin aslida odamlarni robotga o'xshab boshqarish hech kimga kerak emas. Ya'ni bundan qisqa foyda bo'lishi mumkin, lekin hammaga odamlarni shu yashab, qandaydir faoliyat yuritishi, iqtisodiyotga o'z hissasini qo'shishi, o'zini hayotini yashab yurishi muhim. Chunki bo'lmasa agarda odamlar robotga aylanib ketsa, hayot sun'iylashib ketadi va hayot sun'iylashib ketgani uchun shu tepada o'tirgan odamlar ham yolg'iz qolib ketadi, sohalar rivojlanmay qoladi, iqtisodiyot ishlamay qoladi. Va shuning uchun bunaqa konspirologiyalar haqiqatga yaqin emas, lekin ba'zi odamlar shunaqa narsalarga ishonishadi, shunaqa narsalardan qo'rqishadi va shu Neuralinkni odamlarni boshqarish uchun miya chipi chiqarilgan deb o'ylashadi, lekin iloji boricha unaqa emasligini tushuntirib bergan harakat qilganman. Bu aslida tanasi qimirlamay qolgan, falaj bo'lgan odamlar uchun chiqarilgan. Ular bu chip yordamida miyasida ishlamay qolgan neyronlarni ishlatish uchun moslangan. Bu Neuralink hozir bizda rivojlanib ketganmi? O'zbekistonda neyrojarroh bor ekan. Men to'g'risi shu Sigma podkastdan keyin bildim bu narsa haqida. Neuralink o'zini o'sha shtab-kvartirasida ular odamlarga o'tkazishni boshlashdi, ya'ni ruxsat olishgan, odamlarda sinab ko'rgani. Shu odamlarda sinashyapti hozirgi paytda, lekin ommaviy tarzda hali tarqatilmagan. Lekin shu vaqt o'tib albatta chiqadi ommaviy tarzda. Uning yordamida masalan tanasini qimirlata olmaydigan odamlar gadjetlarni boshqara oladi. Masalan, unda o'tiradi, shu chipni masalan telefoniga ulab qo'ysa, miyasidagi signal yordamida smartfonni boshqarib o'tiradi. Yoki masalan qandaydir
robot qo'llari bor bo'lsa, yonida shu robot qo'llarni miyasidagi signal yordamida qimirlatadi. Tam kolyaskasini qimirlatadi. Xullas, oddiy biz kechirib turgan hayotni kechira olmagan odamlar, ular ham shu mana shu dunyo bilan qandaydir munosabatda, fizik munosabatda bo'la olishi uchun chiqarilgan chip. Va u hozir shu sinovlardan o'tyapti. Hop, Sadloki, Texnoplovda asosiy auditoriyasi kim? Yosh bo'yicha, demografika bo'yicha asosiy erkaklarmi yoki ayollarmi? Juda keng. Endi YouTube ko'rsatayotgan statistikasi bo'yicha asosan erkaklar, lekin bu YouTube statistikasi xolos. 80% erkaklar va shu 15 yoshdan tortib to 35-40 gacha. Chunki mana yonimga rasmga tushgani, agarda odamlar kelgan paytda qarasam, solishtiradigan bo'lsak, yosh bolalardan boshlab to katta erkaklargacha kelib rasmga tushishadi. Juda ham keng auditoriya, chunki biz keng mavzuda kontent qilgan harakat qilamiz. Ya'ni yosh bolalarga ham, kattalarga ham qiziq bo'lgan mavzular. Videos for all ages deydi, aslida. Xo'p, hozir O'zbekistonda shu science bo'yicha, science kategoriyasidagi videolari, asosan channellari qanaqa darajada ketyapti deb o'ylaysiz, o'zingiz fikringizcha? Hozir ancha rivojlanib ketgan. Masalan, biz shu 5 yil oldin boshlagan paytimizda O'zbekistonda yaxshi zo'r kontent qiladigan odamlar kam edi. Biz boshlagan paytimizda как раз mana hamkasblarimiz ham tam Subyektiv kanali, Teacher Azam, Kunduzi, Pakapak, ko'p kanali ochilgan. Birga hamma faoliyat yuritishni boshlagan va hozirgi paytda shu o'ylaymanki, biz boshladik, o'xshab ketdi. Odamlar, demak, faqatgina Vine emas, faqatgina tam trash kontent emas, agarda yaxshi kontent qilsa, podkastlar boshlandi. Agarda podkast, yaxshi kontentlar qilsa, baribir nimadirga erishsa bo'lar ekan dedi. Sekin-sekin yaxshi kanallar paydo bo'lishni boshladi. Shuning uchun hozirgi paytda men xursandman, hattoki mana bunaqa hissiyot borki, agarda hozir yana undan ham ko'proq harakat qilmasak, bizani oshib o'tib ketadigan kanallar ko'p. Xo'p, menimcha Texnoplovda ijtimoiy tarmoq videolari tugadi. Va sizdan sal Texnoplovga oid, lekin sal shaxsiy savol so'ramoqchi edim. Oldin Markaziy bankda ishlagan ekansiz. Shu Markaziy bankdan shu Texnoplovgacha bo'lgan journey deydi, shu haqida aytib bersangiz va o'zi shu vaqt davomida qanaqa challenge'larga, qiyinchiliklarga uchragansiz? Markaziy bankda nega ishlash boshladim? Chunki yo'nalishim iqtisodiyot edi. Institutni bitirdim, ishga kirish kerak. Hali unaqa u paytda bloger bo'lib ketaman deb o'ylamaganman hattoki. Markaziy bankda ishlashni boshladim, lekin qarasam o'zi 9 dan 9 gacha bo'lgan ishda ishlash menga to'g'ri kelmas ekan. Ertalab uyg'onib, borib ishlab, rubashka galstukda yurib, keyin kechasi chiqib, shaxsiy hayotga ega bo'lmay, oylik ishlab yurish yo'q. Men ancha kattaroq, ko'proq narsaga qodir ekanligimni sezardim. Ofis ishiga qaraganda va har erta ishga ketayotgan paytimda zo'rg'ilab uyg'onib, haligi настроение yo'q, o'shanaqa paytda mashinada ishga ketyapman, o'zimga aytib ketardim, men unaqa yashayman, hayotimni o'zgartiraman deb o'zimga aytib ketardim. Keyin shu bank paytida boshlaganman kontent qilishni. Darrov bankdan chiqib ketmagansiz u paytda? Yo'q, hali ketmaganman. Bank paytida qilish kechqurun ishdan chiqib kontent olardik. Keyin kattaroq studiya, hozir mana men ishlayotgan, birga hamkorlik qilayotgan studiyamiz menga davay unaqa Feruz aka meni deydi. Shu yo'naltirgan odam Feruzxon Yakubxo'jayev aytganlarki,
biz senga kattaroq studiya beramiz. Asosiy ish sifatida blok yuritasan, ana o'shandagina faqat u katta blokka aylana oladi. Bo'lmasam hobbi sifatida qolib ketaveradi, kattalashmaydi hech qachon. Xohlasang shu hamma narsani qilib beramiz, reklama sotganda yordam beramiz. Lekin sen hal qilishing kerak. Yoki bu asosiy ish sen uchun va sen uni kattalashtirasan, yoki hobbi bo'lib qolib ketaveradi va hech nimaga erishmaydi. O'sha paytda 3 kunning o'zida bo'shab ketganman bankdan. 3 kun. O'shanda bo'ldi, hozir men agarda tavakkal qilmasam, men bu shansni qo'ldan boy berishim mumkin va shu o'zimga yoqmayotgan hayotni davom ettiraveraman bo'lmasam deganman-da. Bu narsani xohlamasdan tavakkalchilik qilib ishdan ketganman. U paytda lekin hech qanaqa reklama ham bo'lmagan. 1 yil mobaynida yana reklama bo'lmagan, hech qanaqa pul bo'lmagan, hech nima bo'lmagan. 1 yil kontent qilganmiz keyin. Birinchi reklamalar paydo bo'lib qolmaguncha. Uydagilar albatta qarshi bo'lgan, chunki ular tushunmagan bu nimaligini. Men tegimda ishtama yo'q, orqamda ishtama yo'q. Shunaqa katta kanalim yo'q tagimda. Qanaqadir orzularga berilib ketib, o'g'limizni hozir buni jinnilik qilyapti deb o'ylashgan. Qarshi bo'lgan, hamma hech kim qo'llab-quvvatlamagan. Bu qilayotgan ishing fuflo, hech nimaga erishmaysan bu narsa bilan deb hech kim qo'llab-quvvatlamagan. Men undan ham ko'p jahlim chiqqan, undan ham ko'p motivatsiyam paydo bo'lgan. Hali masalaga hammalarga, nafaqat uydagilar, o'zi ko'chadagilar, o'rtoqlarim, hammaga men isbotlayman deganman. Men agarda nimadir hal qildimmi, bu qaror to'g'ri ekanligini men hammaga ko'rsatib qo'yaman deganman-da. Yaxshi ham yoshligimda ko'p anime ko'rgan ekanman. U yerda bosh qahramonlar agarda yerda qon bilan qoplangan bo'lib yotgan bo'lsa ham baqirib iloji boricha baribir oyoqqa turishadi va keyin yutishadi. Mana shunaqa mentality menda ham tarbiyalangan. Mana shunaqa adabiyot va anime yordamida. Menimcha bu savollarimiz eng oxirgi savolimda va har bir videomizda, intervyumizda oxirida bitta traditionimiz bor bizda. Ya'ni guestimiz bizga savol bersa bo'ladi, ya'ni menga. O'zingizda bor, menga o'zingizda bor savollar bersangiz bo'ladi. Maqsadingiz. Siz nega kontent qilasiz? Men nima emas. Xo'p, birinchidan men ham bu yili sizga o'xshab, sizni oldingi versiyasiga o'xshab gapira olganman. Yo, siz gapira olmagansiz, menda ham xuddi shunday narsa bo'lganki, birinchi yili umrasini o'tayotganimdan keyin o'zim xohlagan universitetga kira olmadim. Chet elga topshirgandim. O'zbekistonga bitta ham topshirganim yo'q. Yonsedagi universitetga kirgandim, lekin universitet menga scholarship bermadi. Shunga gap yer olishga qaror qildim. O'zi biz Andijondan bo'lsam ham hech kim bu yerda unaqa qilmaydi. Hamma universitetga ketgan, hamma do'stlarim ketgan. Lekin gap yer olishga qaror qildim. O'zi o'tgan yil ingliz tilida yuritayotgandim bu proyektimni fizika bo'yicha. Va bu yili o'zbek tilida yurishga qaror qildim. Ya'ni shuni anglab yetdimki, o'tgan yilgi muvaffaqiyatsizligim sababi bu ingliz tilida qilganim. Men o'zbek bo'lib turib, o'zbek auditoriyasiga ingliz tilida qilganman-da kontentni. Ham ilm fanda, biror bitta jamiyatga foyda keltirish haqida o'ylamaganman. Hozir esa endi shu fizikani amaliy tajribalar bilan odamlarga fizikani hayotda qanday qilib ko'rishdi, fizikani go'zalligini ko'rishga yordam beraman. Va undan tashqari maqsadim shu fanni kommunikatsiya qilish. Ya'ni professor Lyuvenstein bilan birinchi podkastimizda gaplashganimizda aytgandiki, nimaga Da Vinchini hamma odam artist sifatida eslab qolgan. Chunki u hamma scientific shu paperlarni, hamma narsasini chap qo'lda mirror writingda yozgan ekan. Ya'ni chap qo'lda yozib ketar ekan, teskari uni qachonki
oynaga ko'rsatganingizda polniy shu yozganlari ko'rinar ekan. Ya'ni bu bilan uni to'la shu biologiya, butun science bo'yicha yozgan narsalari chang bo'lib почти qolib ketganlik. Hech kim anglolmagan, uni o'qiy olmagan o'sha paytda. Lekin Galileo nimaga hamma scientist deb o'ylaydi? Chunki u ko'proq odamlarga o'zini ilm fanni yetkazish uchun o'zini ona tili italyan tilida hamma narsalarni yozgan. O'zi aslida o'sha paytda lotin tili eng science'da yetkazish bo'yicha til bo'lgan. Shunga qaramasdan u italyan tilida yozgan. Va shuni anglab yetdimki, men ham Da Vinciga o'xshab ishlarimni boshqa odam qilgan eksperimentlarimni fizika bo'yicha hammasini hech kim bilmasdan qolishni xohlamayman. Men ham Galileoga o'xshashga harakat qilaman. O'zimni o'zbek tilimda shu fanimni kommunikatsiya qilib ko'proq odamga yetishga harakat qilaman deya bu yili bera olib boshqacha filosofiyada science journey'ni yurg'izyapman. Zo'r. Juda ham to'g'ri fikr. Chunki yoki o'zingiz uchun qilib, sizni tushunadigan, ilm fanga qiziqadigan kichkina community ichida yoki qolib ketadi hammasi. Yoki siz uni katta omma uchun oshkor qilasiz va yetkazasiz va natijada mehnatingizni yoki boshqalarning mehnatini siz odamlarga yetkazib olasiz va ular bundan foyda ko'radi. Bu uchun kibrlanmasdan rostdan ham hammaga oson bo'lgan, hammaga yetkazish mumkin bo'lgan kerakli instrumentlarni ishlatish kerak. Zo'r. Mencha boshqa savolingiz bormi? Xo'p. Bu asosiy bitta yagona savol o'zi. Kontent qiladiganlar uchun nega kontent qilyapsan degan savol juda ham muhim o'zi. Chunki men masalan kontent qilish meni asosiy ishim. Men kontent qilishdan boshqa hech nima bilan shug'ullanmayman. Va demak, kontent qilish bu meni hayotimning ishi. Va bu savol hayoting nimadan iborat? Nega hayotingdagi qilayotgan narsalaring qilyapsan degandek gapdi. O'shanga bu yagona va shu bilan birgalikda juda ham katta berish mumkin bo'lgan bitta katta savol. O'tgan safar Quvonch aka bitta savol berganda, menga o'zimcha qiynalgandim javob berishga. Ilm fan siz uchun nima? Ilm fan men uchun bu hayotni tushunish uchun instrument birinchidan va ikkinchidan ilm fan men uchun bu ahil jamiyatni fundamenti. Qancha ko'p odam ilm fanga qiziqsa, qancha ko'p odam atrofdagi narsalar qanday paydo bo'lganini, qanday ishlashini tushunsa, avtomatik tarzda u odam ahil yashashni xohlaydi. Chunki barcha ilm fan muvozanatda tuzilganda, ya'ni mana fizik proseslar, matematik proseslar, biologik proseslar ular o'z ishini davom etishi uchun, masalan, gul bo'lib qolib ketishi uchun va yerda masalan o'simliklar o'sishi uchun yoki masalan havo toza bo'lishi uchun, shamol esnashi uchun muvozanat kerak. Fizik proseslarga, biologik proseslarga agarda hech kim xalaqit qilmasa, hech qanaqa xaos, urush yoki masalan portlashlar bo'lmasa, fizik proseslar davom etadi, o'z faoliyatini yuritaveradi. Va agarda odam ilm fanga qiziqsa, u mana shu atrofdagi tabiatni proseslari qanaqa o'tishini ko'radi va muvozanat deb ular borligini tushunadi. Va shu bilan birgalikda odamlar muvozanatni qadrlashni boshlaydi. Garmoniyani qadrlashni boshlaydi. Va shuning uchun masalan ilm fan community-sida, ya'ni olimlarning community-sida o'zidan o'zi janjal qilib ketadigan yoki masalan
urushga chaqiradigan, odamlarni o'ldiradigan insonlar kam. Shu yerda garmoniya bor. A, Olimlar hech qachon urushlarni boshlamagan. Olimlar hech qachon nima deydi, ommaviy tarzda u qaysidir olim balki odam o'ldirgandir qachondir, lekin ommaviy tarzda olimlarni communitysi hech qachon davay mana bu davlatga qarshi urush boshlaymiz, urush orqali hammani qirib tashlaymiz, yerlarni bosib olamiz demagan. Olimlarga bu narsa kerak emas. Olimlarga bu narsa qiziq emas. Va bu ularni olim bo'lgani uchun emas, ular shunchaki mana shu ilm-fan orqali tabiatni qanaqadir muvozanatga yetishgani uchun ular shunaqa deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy subyektiv fikrim. Va meni maqsadim qancha ko'p odamlar o'zini aniq fanlar, ilm-fan, koinot sirlari, o'zi butun dunyomizda qanday tuzilganligini qancha ko'p o'rgansa, qancha ko'p ularda mana shu fundament yig'ilsa, ular shuncha tinch bo'ladi. Shuncha ular biz aslida kichkina nuqta va kibrlanishga sabab yo'qligini, aslida kichkina bir chang ekanligimizni anglab, kibrlanishi ham ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Hayotga ham munosabati osonlashadi, yengillashadi. Yurakga yaqin qabul qilmaydi ko'p narsani. Va o'zi tinchlikni yaxshi ko'radigan bo'lishadi. Va meni maqsadim ilm-fan bilim tarqatish orqali tinch va ahil jamiyatni qurish. Xo'p, Saloh sizga katta rahmat. O'zi avvalo vaqt ajratib bizning suhbatimizga qo'shilganingizga katta rahmat. Rahmat. Shu ilm-fanda o'zi ommaga yetkazayotganingizga ham katta rahmat. Va doimo sog' bo'ling, yana siz bilan uchrashamiz deb o'ylayman, umiddaman. Kattakon rahmat sizga ham chaqirganingiz uchun. Men ishingizga rivoj tilayman. Gap year olganingiz to'g'ri, o'zingizni anglab olishingiz uchun, yo'lingizni aniqlab olishingiz uchun. Shoshib qolmang hech qayerga. Va yoshingiz nechida? 18. 18. Hayotingiz hali juda ham uzun. Men 28 daman. Hattoki men ham o'zimni hali yosh deb hisoblayman va hali vaqtim juda ham ko'p. 30 yoshingizda ham yosh bo'lasiz, 40 yoshingizda ham yosh bo'lasiz. Faqatgina cheklovlar qo'yish kerak emas. Hamma joyga ulgurasiz. Faqatgina mehnat, harakat qilsangiz va atrofdagi odamlar bosim o'tkazayotgan bo'lsa, unga shunchaki qaramasdan, agarda ishingizga ishonsangiz, o'sha ish bilan shug'ullanish kerak. Chunki juda ham ko'p odamlar bor, masalan, hozir dunyoda jaranglab turgan brend nomlari Amazon, KFC, Tesla, masalan, Amazonni Jeff Bezos shu 30 ga yaqin ochgan. Garajda o'tirib, garajda emas, anaqa ishxonasida mana qog'oz ustida Amazon deb yozib qo'yganda ishlashni boshlagan kompaniyaning ustida. KFCni polkovnik Sanders 66 yoshida asoslagan. 66. Va juda ham ko'p mana shunaqa misollar bor. Odamlar sal vaqt o'tib, ular hayotda figure out qilib bo'lgandan keyin nimadirga erishishadi, nimadirga kelishadi va asosiy qanaqadir loyihasini yo'lga qo'yishadi. O'shanga nima deydi? Gap year olganingiz zo'r siz uchun. Qaytangi bu hayotda nima qilmoqchisiz, qaysi taraflama qimirlamoqchisiz, harakatlanmoqchisiz, hammasini aniqlab olgan vaqtingiz bo'ladi. Menda ham gap year bo'lgan universitetdan keyin. O'shanga sizga omad tilab qolaman. Kontentni taxminan bitta yo'nalishda qilamiz. Sizda ham auditoriya ko'paysin, ko'proq odam ko'rsin, odamlarga foyda keltiring. Sizga katta rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, kattakon sog' bo'ling.